Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolidagi eng muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Agarda ushbu video sizga yoqadigan bo'lsa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, biz O'zbekiston terma jamoasi hamda Kolumbiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanish arafasida. Albatta, ushbu uchrashuv ertaga soat tongda Toshkent vaqti bilan 7:00 da start oladi. Ushbu uchrashuvni O'zbekiston telekanallaridan Sport TV hamda Zo'r TV olib berishi aytilmoqda. Ushbu O'zbekiston hamda Kolumbiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv oldidan ko'plab ekspertlar o'zlarining taxminiy hisoblarini, ya'ni qaysi jamoa g'alaba qozonishiga taxmin bildirishgan. Bunda O'zbekiston terma jamoasining g'alaba qozonish ehtimoli 9.6% ni tashkil etmoqda. Durang esa 20.2% ni. Kolumbiya terma jamoasining g'alaba qozonish ehtimoli 70.2% ga baholangan. O'zbekiston terma jamoasi FIFA reytingida hozirda 50-o'rinni egallab turgan bo'lsa, Kolumbiya terma jamoasi 13-pog'onani qayd etgan. O'zbekiston terma jamoasini nafaqat o'zbek muxlislari, balki butun O'rta Osiyo muxlislari ham qo'llab-quvvatlab turganidan xabaringiz bor. Bu esa bizga yana ham kuch bag'ishlaydi, albatta futbolchilarimizga ham o'zgacha ruh bag'ishlaydi va O'zbekiston terma jamoasini nafaqat qardosh muxlislar, balki ularning amaldorlari, ya'ni davlat amaldorlari ham O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlayotganliklarini bildirishmoqda. Misol uchun, O'zbekiston terma jamoasini Ozarbayjon bosh vaziri ham o'zi qo'llab-quvvatlayotganini va nafaqat bu O'zbekistonning yutug'i, balki butun Turkiy xalqlar va Ozarbayjon xalqining ham yutug'i bo'lishini aytib o'tgan. Biz sizlarga ularning fikrini o'qib eshittiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan uchrashuvda dastlab Ozarbayjon bosh vaziri Ali Asadov so'z olib, nafaqat O'zbekiston, balki butun qardosh xalqlar terma jamoani qo'llab-quvvatlayotganini aytgan. Bizning guruhimiz eng osonlaridan emas, ammo Kolumbiya bilan o'yinda g'alaba qozonishingizga ishonamiz. Nafaqat qardosh Ozarbayjon, balki ko'plab musulmon davlatlari ham sizlarga muxlislik qilmoqda. Biz sizlar uchun qayg'uryapmiz, sizlar bilanmiz va butun dunyo ko'rib turgan bu musobaqada katta muvaffaqiyatlar tilaymiz, dedi Asadov. Biz Kolumbiyaga qarshi o'yinni intiqlik bilan kutyapmiz va g'alaba qozonishingizga ishonamiz. Hozirda butun MDH hududidan faqat O'zbekiston jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Buning uchun barchamiz birgalikda sizlarga muxlislik qilyapmiz. Bu rostdan ham juda ulkan tarixiy voqeadir, dedi Tojikiston rahbari ham. Undan tashqari Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi, prezident ma'muriyati rahbari Adilbek Kasimaliyev ham iliq fikrlar bilan o'rtoqlashib, AQShda istiqomat qilayotgan barcha markaziy osiyoliklar stadionlarda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashni aytdi. Barchamiz muxlislik qilyapmiz. Amerikada bo'lib turgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonning barcha fuqarolari O'zbekistonga muxlislik qiladi. Jamoangizga ulkan zafarlar tilaymiz, dedi Kasimaliyev. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati 2026-yilgi guruh bosqichidagi dastlabki uchrashuvni Kolumbiyaga qarshi o'tkazadi. Uchrashuv 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan tongi soat 7:00 da start olishi belgilangan.